Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, efirda siz bilan Monachiroy Faringiz. Mavzuyimiz Adobe Photoshopda rang qatlam filtrlar, animatsiya, reja, rang qatlamlar, filtrlar, animatsiya tushunchasi, qatlam yaratish, yangi qatlam qo'shish, tasvirni tayyorlash, filtrlarni qo'llash, ranglarni o'zgartirish, turli effektlar qo'shish, animatsiya vaqtini belgilash, o'zgarishlar vaqtini sozlash. Rang qatlam tushunchasi. Rang qatlam animatsiya bu virtual muhitda tasvirlarga rangli qatlamlarni qo'llash va ularga turli filtrlar orqali animatsion effektlar yaratish jarayonidir. Ushbu jarayon ko'plab turdagi sahnalar effektlar yaratishga yordam beradi. Mahsulotlar va vositalar. Bu animatsiya maktabdagi grafik dizayn, video grafika yoki raqamli san'at tajribasida foydalanadigan dasturlarda amalga oshiriladi. Masalan, Adobe After Effects, Photoshop yoki Event Blender kabi dasturlar rang qatlamlarni dinamik ko'rinishga keltirish uchun ishlatiladi. Dasturiy ta'minot imkoniyatlari. Ushbu jarayon bajarishda foydalanuvchilar sifatida ajoyib imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Rang qatlam animatsiya orqali yaratish jarayonida foydalanuvchilar tanlov tajribasi va innovatsion yondashuv bilan harakatlanadi. Ommaviy foydalanish. Rang qatlam filtrlar, animatsiya har qanday ijtimoiy media platformalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu esa yangi kontent yaratish va identifikatsiya mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, brendlar va san'atkorlar ko'plab tomoshabinlarni jalb qilish maqsadida ushbu texnikalardan foydalanmoqda. Ushbu tushunchalar rang qatlam filtrlar animatsiyaning asosiy mohiyati va qiziqishlarini ko'rsatadi. Shuningdek, ularning o'z navbatida qanday qilib qo'llanilishi tushunishga yordam beradi. Qatlamlar nima? Qatlamlar tasvirni tashkil etuvchi alohida elementlardan biri hisoblanadi. Har bir qatlamda ranglar, grafika yoki matn bo'lishi mumkin va ular bir-biriga nisbatan qat'iy tartibda joylashadi. Qatlamlar grafik dizayn muhim komponentlardan biridir. Yangi qatlam yaratish. Dasturda qatlamlar panelini ochish, Adobe Photoshop, GIMP yoki boshqalar. Qatlamlarga tasvir qo'shish, rasm yoki grafik qo'shish, tasvirni qo'llash uchun murakkab yoki oddiy graflarni yangi qatlamga joylashtiring. Bu sizga qatlamda alohida tuzatishlar qilish imkonini beradi. Qatlamlarni nomlash. Qatlamlarning tartibini boshqarish uchun yaratilgan qatlamga lozim bo'lsa nom berish tavsiya etiladi. Matn qo'shish. Matnni qatlamini yaratib, zarur bo'lsa uning o'lchami va rangini o'zgartirish mumkin. Rasmni joylashtirgandan so'ng kerak bo'lgan qismlarni kesib olib yoki to'ldirish orqali tasvirdagi hamma narsani moslashtirish kerak bo'ladi. Effektlar qo'shish. Qatlamlarga soyalar, chiroqlar yoki boshqa effektlar qo'shish orqali tasvirning sifatini oshirishimiz mumkin. Qatlamlarni birlashtirish. Tayyorlangan qatlamlarni birlashtirib yakuniy ko'rinishga ega bo'lishimiz mumkin. Saqlash. Ishingizni tugatgach, tasvirni kerakli formatda saqlang. Bular JPEG, TIFF qatlamlar bilan ishlashda e'tibor berish kerak bo'lgan qismlar. Qatlamlar tartibini o'zgartirish. Qatlamlar tartibini o'zgartirish orqali tasvirning ko'rinishini o'zgartirishimiz mumkin. Qatlamlarni o'chirish yoki ko'rinmas qilish. Keraksiz qatlamlarni o'chirib yoki ko'rinmas holatga o'tkazib faol qatlam bilan ishlashni osonlashtiramiz. Filtrlar nima? Filtrlar bu tasvirlarga vizual yoki parametrik o'zgartirishlar kiritish imkonini beruvchi muayyan dasturiy vosita. Ular rasmning ko'rinishini o'zgartirib, ranglarni optimallashtiradi va turli effektlar yaratish uchun ishlatiladi. Filtrlarning turlari. Rang filtrlar tasvir ranglarini o'zgartirish yoki yaxshilash uchun ishlatiladi. Masalan, kontrastni oshirish, rang to'nganligini o'zgartirish. Tekstura filtrlar tasvirlarga tekstura yoki naqsh qo'shish uchun foydalidir. Bu filtrlar tasvirni yanada qiziqarli qiladi va o'ziga xos qiladi. Blur xiralashtirish filtrlar tasvirning har bir qismini xiralashtirish yoki tekislik effektini berish uchun qo'llaniladi. Sharhlash filtrlari rasmning detallari va aniqligini oshirish maqsadida qo'llaniladi. Bu filtrlar masalan fokal nuqtani ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin. Geometrik filtrlar tasvirning shaklini o'zgartirish, qayta ko'rinishi yoki deformatsiya qilish uchun ishlatiladi. Ranglarni o'zgartirishning asosiy usullari. Rang tonini o'zgartirish. Rangning asosiy rangini o'zgartirish. Masalan, qizil rangni ko'k rangga aylantirish. Rangning to'nganligini o'zgartirish. Rangning intensivligi yoki kuchini o'zgartirish. Ranglarni yanada yoqimli yoki xiralashgan qilish. Yoritishni o'zgartirish.
yorug'lik darajasini kamaytirish yoki oshirish. Bu ranglarning chuqurligi va yashirishini ta'sir qiladi. Tasvir dasturiy vositalar. Adobe Photoshop ranglarni o'zgartirish uchun Studio Color, Blend, Selective Color kabi filtrlar mavjud. Bu funksiyalar yordamida ranglarni aniq va ko'rktor sifatida o'zgartirish mumkin. GIMP Photoshopdan farqli ravishda GIMPda Colors menyusi orqali ranglarni qo'shliklar boshlash imkoni mavjud. Canva Offline Design xizmatda ranglarni o'zgartirish uchun Object opsiyasidan foydalaniladi. Ranglarni o'zgartirish jarayoni. Rasmni tanlash, o'zgartirmoqchi bo'lgan rasmni ochish, ranglarni o'zgartirish opsiyasini tanlash, dasturiy menyusidan ranglarni o'zgartirish uchun kerakli opsiyaga o'tish, parametrni sozlash, rang tonini to'yinganlik va yoritish, o'zgartirish uchun slaydni harakatlantirish, natijalarni ko'rish, o'zgartirishdan keyin natijani ko'rish, agar kerak bo'lsa so'nggi o'zgartirishlarni olib tashlash yoki boshqa o'zgartirishlar kiritish mumkin. Saqlash, natijaviy tasvirni kerakli formatlarda saqlash. Rang palitralari. Rang palitralaridan foydalaning. RGB va CM formatdagi ranglarni tanlashga yordam beradi. Ustunlik va aralashmali ranglarni qo'shish va o'zgartirish. Raqamli ranglarni almashtirish va yangi ranglar yaratish uchun dasturlarda rang aralashmalaridan foydalaniladi. Ranglarni o'zgartirish ahamiyati. Rasmning kayfiyatini o'zgartirish mumkin. Masalan, iliq ranglar qizil, to'q, sariq, energiya va jo'shqinlik, sovuq ranglar ko'k, yashil va tinchlik, xotirjamlikni yaratadi. Marketing va brendlarga ranglar muhim rol o'ynaydi. Mahsulot va xizmatning ranglarni mijozlarning his-tuyg'ulariga, xarid qilish qarorlariga ta'sir qiladi. Ko'zga tashlanadigan effektlar. Qoyilmaqom effektlar yoritish effektlari rasmning uch o'lchovli ko'rinishini ta'minlaydi. Blur xiralashtirish effektlari fokal nuqtani ajratish yoki rasmning ortiqcha detallari bo'lmagan joylarni yumshatish uchun ishlatiladi. O'zgarish effektlari. Vignette rasmning burchaklarini qorong'ulashtirish yoki yoritish. Bu markaziy obyektga e'tiborni qaratishga yordam beradi. Katta elementlar. Katta va yuqori kontrastli elementlar rasmga e'tiborni jalb qiladi. Rasmning keyin belgilangan elementlarni kalit tarzda ko'rsatish uchun foydalaniladi. Mavzuga oid effektlar. Vignette yoki retro effektlar rasmga eski ko'rinish berish uchun ranglarni o'zgartirish, tekstura yoki filtrlar yordamida amalga oshiriladi. Burungi effektlar tasvirga eski xiralashgan ko'rinish berish uchun tekstura qo'shiladi. Bu ko'pincha muayyan ishlarda yoki san'at asarlarida ishlatiladi. Rang effektlari. Sepia rang. Rasm rangini sepiyaga o'zgartirish rasmga iliq zamonaviy ko'rinish beradi. O'zgaruvchan rang palitrasi. Ranglarni juda tushunarli qilib o'zgartirish. Yuz berishi mumkin bo'lgan 3D effektlari. Texnikaviy filtrlar. Rasmga chuqurlik va hajm qo'shish 3D effektlar qo'llash. Bunday effektlar Photoshop va boshqa grafik dasturlarda mavjud. Parallel effektlar. Rasmda harakat bo'lish hissiyotini yaratish uchun foydalaniladi. Bu effektlar veb-sayt va offlayn taqdimotlarda keng qo'llaniladi. Fotografiya effektlari. Oshkora effektlar. Muayyan joylarda qizil va sariq ranglarni kiritish o'rtada bo'lgan ko'proq diqqatni jalb qiladi. Gradientlar. Ranglarni o'zgarishlarini silliq ko'rinishga keltirish, masalan, oshkora ranglar yordamida yaratish. Dasturiy vositalar. Adobe Photoshop yuzlab filtrlar va effektlar bilan birga keladi. Xiralashgan rang o'zgartirish effektlariga keng imkoniyatlar mavjud. GIMP gratis va kuchli rasm tahrirlash dasturi ko'plab effektlar va filtrlar bilan jihozlangan. Canva Offline Graphic Design uchun muhim vosita. Ko'plab oldindan tayyorlangan effektlar va shablonlar mavjud. Mahsulotni taqdim qilish, marketing va banner postlar, ijtimoiy tarmoq uchun postlarda va reklamalar materiallarida uslublarni birlashtirish kerak. Video va animatsiya effektlarini videolarga qo'llash orqali dinamik va qiziqarli taqdimot yaratish. Animatsiya vaqtini aniqlash. Framelar. Animatsiya odatda bir necha kadrlardan framedan iborat. Har bir kadr animatsiya jarayonida harakatni yoki voqeani tasvirlaydi. Frame rate sekundiga tushadigan kadrlar soni. FPS frame per sekund animatsiyaning silliqligini belgilaydi. 24 FPS odatda standart hisoblanadi, lekin 30 yoki 60 FPS ham ishlatiladi. Vaqtni belgilash. Har bir harakatda nimaga qanchalik vaqt ajratishingizni aniqlash. Masalan, bir harakatda 5 kadr ajratishingiz mumkin. Harakatlarni tushuntirish va interaktiv qilib yaratish uchun turli ehtimollar hisobga olinadi. Bu harakatlar ko'proq kadrlar talab qilishi mumkin.
harakatlar esa kamroq. Animatsiya usullari. Keyframe animatsiya harakatning asosiy nuqtalari, belgilari va dasturiy qolgan kadrlarni avtomatik ravishda to'ldiradi. Tven sizga harakatlar orasida o'zgarishlarni avtomatik ravishda o'zgartirish imkonini beradi. Masalan, boshlanish va tugash nuqtalarini belgilab, animatsiya dasturi ularni silliq o'tkazadi. Tezlik va harakat. Tezlikni belgilash. Harakatning tezligi ko'pincha har bir kadrdagi o'zgarishga bog'liq. Tez harakat ko'proq vaziyatni qadrlashni talab qiladi. Stop motion. Har bir kadrni alohida suratga olish orqali animatsiya yaratadi. Bu usulda har bir harakatga ko'p vaqt sarflash talab qilinadi. Vaqtni nazorat qilish. Taqvim va jadval. Animatsiya tugagunga qadar har bir kadrni rejalashtirish va vaqtni nazorat qilish juda muhim hisoblanadi. Amaliyot va muddatlar. Jadvalni tuzish kerak. Frame qilish. Ishingizni doimiy ravishda ko'rib, animatsiyaning silliq o'tishi va vaqt belgilashini nazorat qilish. Dastur va vositalar. Adobe After Effects bu dasturlarda animatsiyalarni zarur vaqt oralig'i bilan tayyorlash uchun ko'proq vositalar mavjud. Blender 3D animatsiya yaratish uchun kuchli dastur hisoblanadi. Harakatlarni boshqarish va vaqtni belgilash. Tom Herman 2D animatsiyalar uchun kuchli dastur Keyframe va Deviant bilan ishlash imkonini beradi. Vaqtning rollari muhim va konstant. Animatsiyangizni ko'rinishi va hissiyotini belgilaydi. Harakat va audio ham mos kelishi kerak. Muvozanat. Tez va oson o'tkazishni ta'minlash uchun harakatlar orasidagi muvozanatni saqlanadi. O'zgarishlar va animatsiya yoki video jarayonida qanday voqealar yoki harakatlar sodir bo'lishini belgilaydi. Odatda o'zgarishlar asosiy nuqtalar keyframe orqali ifodalanadi. Keyframe bu o'zgarishning boshlanishi va tugashini belgilovchi nuqtadir. Har bir keyframe vaqti va holati o'zgarishni belgilaydi. Dasturiy keyframelar orasida o'zgarishni avtomatik ravishda hisoblaydi. Vaqt oralig'i. Blender o'zgarishlar va keyframe bilan ish olib borish uchun keng qo'llaniladigan dasturiy vositadir. O'zgarish vaqtini juda aniq va sozlash imkonini beradi. 3D model animatsiya yaratish uchun kuchli vosita. O'zgarishlar vaqtini sozlash uchun xususiy dasturiy funksiyalar mavjud. Tom Herman 2D animatsiyalarni yaratish uchun mo'ljallangan o'zgarishlar va vaqt oralig'ini belgilab beradi. Nazorat qilish imkonini. O'zgarishlar orasidagi vaqt oralig'ini aniqlab berish animatsiyaning silliq va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Sirli va izchil o'zgarishlar yaratish uchun harakatlar va voqealar o'rtasida muvozanatni saqlash muhimdir. Animatsiya dasturlari. Adobe After Effects e'tiborga olinishi kerak bo'lgan omillar. Vaqtni muvozanatlashtirish. Harakatlarning muvozanatini saqlash. Bir vaqtning o'zida bir nechta o'zgarishlar sodir bo'lishini nazorat qilish. Ovoz bilan moslik. O'zgarishlar va ovoz